Sözlegen qaidangiz ipida bolsun. Bu dünyada en köp qaida sözleydigan kasb o'qituvchilik bo'lsa kerak. Ta'lim berish, tarbiya berish, qiyin masalalarni tushundirish qatorliqlarning hammasi qaida sözlashdan ayrila olmaydi. Qaida sözlash bek oson. Ammo nurg'un qoidalarni bilib olgan odamlarmo yanada obdan yashashning yo'lini topolmay yuriydi. Meni tor va televizordan to'niganlar Ali aqlliq odam. Beijing Dashoning ingliz tili to'liq kursini putkizgan, bir qancha yil dars o'tib, Shindongfangdagi 200 mingga yaqin o'qituvchi ichidan tanlanib, 10 necha dangliq notiqning biriga aylangan. Televizorga chiqqan, kinoda rol olgan, bozorliq kitobdan birini yozgan deb tonishi mumkin. Meni tushunmaydiganlar hatto o'tib ketgan manfaatparastmikin deb o'ylab qelishi mumkin. Halbuki aktiv energiya tarqatquchi talantliq notiq degan bu katta nomga tushgan nur gardishi ustimda uzoq turolmadi. O'tgan 2 yil mobaynida kaskin munozara programmasi bo'lmish, o'zgacha paranglarda hadisa sabdoshlarimga yetisholmay, tilim kalvalashib, gapimni tepib qilolmag'achqa, to'rdoshlar orasida gap qilishni bilmaydigan galvon bola deb nom chiqardim. Hatto bir qism muallimlar chidab bo'lolmay, kitobimni ko'pchilikka ko'rsatib turib, bilmamsizlar, Ali sahnada mo'tivarlarcha salobitini saqlab qolaman deb taraf-tarafdan hujumga uchrab, xarobiga aylanib qolay degani bilan yarim yil ichida bir parcha kitob yozib bo'lgan. Yana texi Amazonda shu yillik istedodli bosh yozuvchi bo'lib baholangan. Uning qanchalik terishayotganligini bilamsizlar, dedi. Albatta, eng oxirgi bir jumlani o'zim qo'shib oldim. Men ilgari Markaziy televiziya stansiyasining Umid Yulduzi ingliz tili nutq so'zlash musobaqasiga qatnashib, mamlakat bo'yicha 2-chi bo'lgan. Ammo o'zgacha paranglar nomli programmaga qatnashib, o'zimning davlat tilida munozara qilish iqtidorimning o'zim o'ylagandek saviyada emasligini tonib yetdim. İngilizce musobaqaga ko'nib qilib, ingliz tilining grammatikasiga ketib qoldigan bo'lib qoptiman. Bu hol TOEFL imtihonining yiziqchilik qismida asqatgan bilan ko'ngil ichish xarakteridagi programmaga kelganda g'alati bir narsa aralashib kelayotgandek tuyg'u berib qo'yatdi. O'qituvchilik salobitiga ko'nib qilib, yumor tuyg'usi tövallab ketgachga, har xil chaqchaqlarga inkos qaytirib bo'lolmay, bir muncha kulkiga qoldim. Meningcha, boshqalarga kulki bo'lib berishmi yaxshi ish. Kishilar menga o'xshash, ko'ngli ko'ksi keng bo'dek lozim edi. Kishilarga menga o'xshash, ko'ngli ko'ksi keng bo'dek lozim edi. Mazoq qiladigan odam topolmaganda meni nishon qilib oladi. Amaliyotda bu hurmat bildirishning bir usuli. Ular boshqa bir shaklda kamerani menga to'g'irlayotdi. Shunga ochiqim kelmadi. Texi ularga qitiq akilib berdim. Eng qo'rqinchlisi unutilib ketish. Mavjudlikni yo'qotgan bir odamga aylanib qolish chaqchaq o'z yo'li bilan ketaverdi. Men har bir son programmaga yanala astoydil tayyorlik qildim. Ternerning fikri bilan o'zimning o'ylaganlarini daftarimga yozib oldim. O'z vaqtida o'zgacha paranglar programmasining rejissorlari bu kaskin munozara programmasi degan bo'lg'achqa o'ylanib o'ltirmayla ma'qul bo'lgan edim. Bargandan keyin asli mundoq. Kaskinlikni ondan bildim. Birinchi sonni suratga elib bo'lgandan keyin gaplar chekdan eshib ketganlikdan biroqli qabul qila olmay qoldim. Shuning bilan yana bir oliy maktab o'qituvchisi ikkimiz rejissorning yeniga berib, sal chekdan eshib ketdimi qandoq dedik. 2014-yili u darajadagi kaskin programmani tasavvur qilmoq tas edi. Men xuddi yontaqqa dasib olgandek o'ltira olmay qoldim. Hatto madon muallimmo kirishib bo'lolmayotdi. Ilgari boshqa programmalarga qatnashib baqqan. Oyun türüdeki programmalarni ancha-muncha ko'rib baqqan bo'lsam-mu, bundaq bularni o'ylab baqmagan ekanman. Boshlanib 5 minut 35 sekunddan keyinla pushaymon qilishga boshladim.
bu programma tarqalishga boshlagandan keyin garchi u gaplarni men qilmagan bo'lsam-mu, ammo ashundaq gaplar bo'lingan programmaga qatnashganim uchun o'quvchilarimning oldida sat emasmi? Hatto bir qancha qitim orqamga qaramay maydondan chiqib ketish niyatiga kelib bo'lgan edim. Hozir o'ylab baqsam, menmo döt ekanman. Suratga ilib bo'lgandan keyin kesib kirishtirdiganligi esimda yo'q. Suratga olgan mazmunning hammani qo'ydi deb o'ylab qoptiman. Suratga ilinib bo'lgan hamon bosh rejissor Modining yeniga yugurib bordim. Rejissor, bu bo'lmadi. Men yana dars o'tmasam bo'lmaydi. Buningdan keyin yana yuqori darajalik so'rovlarda nutq so'zlaydigan ishlarim bor. Bu programmaga qatnashsam istiqbolimga o'ltirib qo'ygudekman. Ya bo'lmasa meni g'uvalashtirib qo'ysangiz bo'lamdi? Modi markaziy televiziya stansiyasidan tavlinib chiqqan odam edi. Men qanday kirishtirishni, qaysi ko'rinishlarni chiqarib tashlashni bilaman. Xotirjam bo'l, dedi. Yelimi yaxshi. Ayni chaqda jahillik qilib turib olmabdiman. Agar rostilla ketib qolgan bo'lsam, afsuslanarli ish bo'lar ekan. Kasb almashtirish qaroriga kelgan vaqtingizda o'ng'izsizliklarga va o'ylamagan qiyinchiliklarga duch kelishingiz aniq. Ammo yangi sohani to'liq tushunmay turib oldirab voz kechib ketmang. Qoida so'zlash, qoida o'g'itishlar emas, texmi muhimi shu qoidani bilish kerak. Ismim Ali. Din Ayliga o'zgargicha o'z-o'zimni kulki obyekti qilishga ko'nib, ortiqcha tashvishdan qutuldim. İsmimni bildirib bo'lguncha, bo'libmi telefonda bir muncha gap qilishga to'g'ri keladi. Aychingdiki ay desam, nurg'un odamlar uqmaydi. Ziyuan ziyidiki ay desam, baya ay davatmatding. Endi yi bo'lib qoldi-ku deydi. Ular ay degan bu xatning yi debmi o'qilganligini bilmaydi. Keyin gapni qisqartibla ustida sav, ostida chow deydigan bo'ldim. O'z-o'zingni mazoq qilsang, boshqalar mazoq qilgandan yaxshi ekan. Alohidligi bo'lish, alohidligi bo'lmagandan yaxshi ekan, deb o'ylab qoldim. Shuningdan e'tiboran o'z-o'zimni kulkiga tutib beradigan qaytmas yo'lga mangdim. Xato tushunilmak so'zligichining qismati deydi Madon. Hozir universal programmalarning asosiy tomoshabinlari 90-yildan va 2000-yildan keyin tug'ilganlar bo'lib, chinliqqa texmo ahamiyat berdi. Eng muhimi, ularning ichiga kirib chiqa oladigan, ularning gapini biladigan bo'lishimiz kerak. Anglag'uvchilar tushuna oladigan, yoqtiradigan tilda ifodalaganda, ular haqiqiy qabul qila oladi. Men odatim bo'yicha durust gaplarni qilishga boshlaganda, gaplarim o'yin turidagi programmalarga mos kelmay qolg'achqa, boshqalarga durust qiyofatga kirib olgandek tuyg'u berib qo'yibdiman. Darvaqa, ko'pchilikning udoriga tushmay turib, o'zingizning qimmat qarashini ularga tarqita olmaysiz. Uningdan ko'ra, quruq salobatni tashlab, qoidangizni chaqchaqqa qo'shib so'zligingiz yaxshi. Masalan, Madon bizang qiziqchilik bilan madaniyatlik bo'lishni mukammal birlashtirgan odam deb atalgan edi. Garchi chiroy ifodasi tinch, harakati oz, gapni ko'p qilsa-mu, ammo Madon yanala shundoq oq ko'ngil va sodda qiyofatda birli tadbir bilan raqibini bo'ysundiradi. Yuqoriga chiqa oladigan, pastga tusha oladigan bo'ling. Kibrsiz odam naqadar erkin. Masalan, Madon bizang qiziqchilik bilan madaniyatlik bo'lishni mukammal birlashtirgan odam deb atalgan edi. Garchi chiroy ifodasi tinch, harakati oz, gapni ko'p qilsa-mu, ammo Madon yanala shundoq oq ko'ngil va sodda qiyofatda birli tadbir bilan raqibini bo'ysundiradi. Yuqoriga chiqa oladigan, pastga tusha oladigan bo'ling. Kibrsiz odam naqadar erkin. Bir maydon yaxshi nutq bilan taqdiringizni o'zgarta olasiz.
burun kompyuter ishlatish, mashina haydash, chet el tilini bilish 3 turlik zarur mahorat hisoblangan bo'lsa, bugungi taratqu davrida nutqmu san'at, xizmat, turmushda muvofiq ishlatilsa, muvaffaqiyatga yo'l ocha oladi. Changjiang Soda Shoyanning Soda sanoat boshqarish magistrlik sinfiga inglizcha dars so'zligida borganimda, inglizcha, ispancha, fransuzcha, germancha, ruscha, boshqa tilda o'zimni tanishtirdim va do'stga "If you don't understand, say stop. Tushunolmasangiz, to'xtang" deb yozib qo'ydim. Butun diqqati bilan anglagan o'quvchilar meningcha ko'nglida "Bu muallim chet ellikmi ya? Qanday dars bo'lib ketdi bu?" deganlarni o'ylab o'ltirdi. Xoslikni namoyon qilib, hayvi ko'rsatib qo'yish. Nutqni g'albalik so'zlashda kam bo'lsa bo'lmaydigan omil. Mayli qanday kasb bilan mashg'ul bo'ling, nutqqa mahir bo'lsangiz, kuchlik afzallikka ega bo'lasiz. Mening asosli kasbim inglizcha o'rgatish va nutq so'zlash. Shunga Changjiang Soda Shoyanning Soda sanoat boshqarish magistrlik sinfidagi o'quvchilarga inglizcha dars o'tish mening kasb doiramdagi ish edi. Kelgusida soda sohasining boshlamchilaridan bo'lish, oldida turgan bu kishilar dunyoning har qaysi joylaridan kelgan bo'lib, chet elliklarmi xeyli ko'p edi. Boshda ularni qisqa nutq so'zlatkizdim. Asosan odamning uyqusini keltiradigan mazmunlarni so'zladi. Ko'p qism kishilarning nutqi va ko'p qism yig'inlarda so'zlanadigan nutqlar nihoyatda zerikishlik bo'ladi. Chek basmaydigan quruq gaplar bilan davomlashadi. Qanday qilganda hayotni o'zgarta oladigan qaltis nutqlarni so'zligili bo'ladi? Birinchi, o'zini tanishtirish orqali o'zini namoyon qilish. Munbarga chiqib, o'zini rasmiy tanishtirish yoki birinchi qatim ko'rishgan chaqda o'zini qisqa tanishtirib chiqish o'zini tanishtirishning ahmoqona usuli. O'ttirga chiqibla andaq nochi, mandaq nochi deb o'zini maqtab tanishtirish, o'zini tanishtirishning eng tetiqsiz usuli. O'ttirga chiqibla men palonchi, palonchini taniyman deyish, xuddi odamlarni odam bo'lib ketadigandek. Anglag'uchida bezorlik tuyg'usi paydo qilmaydigan va sizni ularning esida qoldira oladigan usul eng o'lchamlik o'zini tanishtirish usuli deb qaraladi. 45 sekund ichida o'zingiz qilgan qiziqarli ishlarni so'zlang. Boylik, martaba degandek selishtirma paydo qiladigan mazmunlarni aralashtirmang. Masalan, sayohatga qiziqsangiz, qumliqda yoyoq mang'aningizni. Oshpazlikka qiziqsangiz, har kuni har xil tomoqlarni italaydiganligingizni. Chiroyli gullar bilan ustamni bezaydiganligingizni degandek. Mashq qilishingizga moslashib berishga bir qancha do'stingizni chaqiring. Ular bir varaqdan qog'ozga o'zlari eng qiziqarli deb qaragan 10 ishni yozsin. Ko'pchilik birlikda munozara qilib, nomer qo'yib, eng yuqori nomer qo'yilgan 3 ishni o'zingizni tunishtirgan chaqda so'zlaydigan hikoya qilib tanlang. Ondan tafsilot qo'shsangizlar bo'ldi. O'zini tunishtirish so'ringa mos kelish kerak. Jungoda meni nurg'un odamlar chet ellik deb qoladigan bo'lg'achqa, taksiga o'ltirgan vaqtimda shofir meni chet ellikka o'xshatib kelib, inglizcha gap qilgan ishlarni hikoya qilish orqali anglag'uchilar bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtiraman. Ondan men Shinjonglik, otam Uyg'ur, onammi Uyg'ur, bizning uydagilarning hammasi Uyg'ur deb oxirlashtiraman. Ko'pchilik mening chet ellik emasligimni bilgandan keyin dunyoni aylanish orzuyim bo'lg'achqa Amazon yomg'irliq o'rmoniga berib, dunyodagi eng suzuk yulduzliq osmonni ko'rib keldim. Men yana kompyuter o'yinlariga amroq. Shu turdagi o'yinlarning xalqaroliq tarqitish yig'inlariga riyosatchilik qilgan. Men ham bir yosh yozuvchi. Bir parcha kitob yozib, qalam orqali vaqtga qarash turgan deyman. Ikkinchi, eng boshda temani ixchamlash, ochko'zlik qilmaslik. Ba'zilar nutqni yumurliq so'zlash uchun qanday qilish kerak deb so'raydi.
nutqdagi eng muhim narsa yumor va kulgi emas, balki bir yoki bir qancha hikoyani vasita qilib, ma'lum qoidani anglag'uvchilarning yuragiga o'rnatib etish. Ko'pinchimizning nutqdan iborat qimmatli fursatdan foydalanib, o'zimizni namoyon qilg'imiz, ko'pchilikning olqishiga erishib olg'imiz kep ketadi. O'zimizni tutib ololmay, bir qitimliq leksiyada nurg'un qoidalarni so'zlab etamiz. O'zimiz bildigan ishlarning hammani biroqla da'vatgili tas qolamiz. Qoidajiq bo'lib ketsa, anglag'uvchilar hech birini esida tuta olmaydi. Har qanday narsa ziyoda ko'p bo'lib ketsa, ta'mi qolmaydi. Oz, soz bo'lgani yaxshi. Markaziy ideya deyli va yoki muhim nuqta deyli. Bir jumla so'zni anglag'uvchilarning esidan chiqmas qilib etalasangiz, nutqning maqsadi shu. Martin Lutherning I have a dream, arzuyim shuki degan jumlasi Jobsning Stay hungry, intilib turing degan jumlasi, Ledrenning shamol eg'izida turib olganda cho'chqa mufchalaydi degan gapi va bu halqiliq jumlalarda ifodalangan ko'z qarashni kishilar hozirgacha unutib qolmadi. Mana buni nutqning muvaffaqiyati deymiz. Ilmiy tadqiqot natijalarimizdan qaraganda, odam qisqa vaqt ichida eng ko'p bo'lganda 7 muhim ishni esida tutib olaydi. Odatda 3 dan oshmag'ini yaxshi. Nurg'un boshliqlarning leksiyasi mundaq boshlanadi. Bugun faqat bir qancha nuqtani so'zlayman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, uningdan boshqa eng oxirida amaliyotda uchinchidan keyinla anglaydigan odam qolmaydi. Cho'ng tipdagi safarbarlik nutqi bo'lsin yoki nutq musobaqasi, odatdagi xizmat doklati, maktabda so'zlagan o'quvchilar faoliyati bo'lsin, muhim nuqta 3 dan oshmag'ini yaxshi. 10 necha tarmoqni o'z ichiga olgan 4 doklati bo'lsa-chi. Cheklik vaqt ichida 3 muhim omilni, 3 muhim ishni deb bo'lib, qolganlarini yiziqcha yetkizsangiz, anglag'uvchilarmo bezor bo'lmaydi. Sizmo loyiqada so'zlagan bo'lasiz. Ko'p qism so'zlagichilar osonlik sodir qiladigan bir xatolik shuki, PPTni ichib qo'yib, yozganlarni o'qib beradi. Davlat sirtida bundaq ahvolni mazoq qilib, PPT naqshisi deb qo'yadi. Siz o'qib borasiz, o'ltirganlar anglab boradi. Ochqushliq jumlaning foydali yeri shuki, kishilar shu jumla orqali sizni va siz o'tirg'a qo'ygan ideyani asli saqlab oladi. Qanday jumla keng tarqala oladi? Asosiy kishilar olqishlaydigan jumlalar. Masalan, odam haqida yozgan, haqiqiy utuq qozong'uchi texmi ko'p odamlarning yo'lini yo'rta olgan odamdir. Damliq nutq tekstida haqiqiy utuq qozong'uchilar xuddi yo'l chirg'iga o'xshash boshqalarning yo'lini yo'rtadi degan mazmunlar bor. Bu ifodalash orqali ko'z oldingizga keltiradigan manzara odamning esida qoladi. Yana muhabbat bo'lmasa ajrashib ketish kerakmi degan bu tema. Mavibening muhabbat bo'lmasa sana bir hamroh kerak bo'lsa itboqsangmi bo'ladi-ku degan gapi. İjtimoiy munosabat haqida to'xtalganda, Jiang Sodaning dunyoning u chetidagi odam bilan do'st bo'lib, umrlik do'st topdim demsan. Amaliyotda bu quruq botilgiga do'st bo'lgandekla bir ish degan jumlasi. 3. Hikoya. Tema mayli 1 yoki 3 bo'lsin, bekitilgandan keyin har bir temaga munosib hikoya bo'lishi kerak. Steven Jobsning 2005-yili Stanford dashosida so'zlagan nodir nutqini anglab boqmaganlar bo'lmasa kerak. Jobs nutqni savoqdoshlar, men sizlarga cho'nqur ma'nilik gaplarni qilib beray. Quloq selib anglanglar deb boshlamaydi. Balki cho'ng ishim yo'q. Sizlarga faqat mundaq 3 hikoyamni so'zlab beray deb boshlaydi. O'ziga ishonadi, chunki u kishilarni haqiqiy jalb qila oladiganini qoida emas, balki hikoya ekanligini biladi. Ba'zi o'qituvchilar o'xshash bir hikoyani 10 yil so'zlay oladi. Lekin men hikoya so'zlashni yoqtirmaydim. Qoida so'zlashim kerak deb o'ylaydim. Boshda yomon emas bo'ldi. Keyin qoida so'zlashning zerikishlik bo'lganligini, anglag'uvchilarga xush yoqmaydiganligini his qildim.
İçimdə mən sizlərni oylab, qoruq hikoya sözləb qaymuqtırışның o'rniga canıqa asqatadigan narsalarni sözləb beray devassam, deb anglag'uchilardan og'irnatdim. Keyin qoida so'zlash uchun hikoya izlaydigan bo'ldim. Əmdiki məsələ şu boldiki, mən hikoya so'zlashga usta bo'lmag'achqa o'quvchilarga ta'sir qilmadi. Nima uchun? Tafsilot yo'q. Hikoyaning yaxshiligi inchki halqalarda. Yaxshi yozilgan bir hikoyani o'qisangiz, xatda yozilgan ishlar ko'z oldingizga kelib turadi. Konkret hikoyadagi personajlar bilan anglag'uchi o'ttirisida ko'rinmas rish paydo bo'ladi. Hikoyaning jalb qilish kuchimi dal shuningda. O'xshash bir hikoyaning o'xshamaydigan anglag'uchilarga ko'rsatadigan ta'sirimi o'xshash bo'lmaydi. Shunga qoida o'xshash bo'lsa-mu, hikoyani anglag'uchilarga qarab tanlash kerak. Rahbarga so'zlaydigan hikoya bilan qo'l ostingizdagilarga so'zlaydigan hikoya o'xshashmaydi. Doklad qilgan chaqda so'zlaydigan hikoya bilan vazifa taqsimlaganda so'zlaydigan hikoya o'xshamaydi. Eng yaxshi har qanday odamga so'zlasangiz bo'ladigan hikoya yanala o'zingizning hikoyasi. O'zingiz bevosita boshdan kechirgan ishlarni o'zingiz eng yaxshi tushunasiz. Buning ta'sir qilish kuchimi yagona bo'ladi. Nadir nutuqlarning hammasida so'zligichi o'z hikoyasi orqali his qilgan ta'sirotlari va chin yurkidan chiqqan gaplarni so'zlagan bo'ladi. O'zingizning hikoyasi bo'lmasa, boshqalarning hikoyasini ishlasangizmi, o'zingizni qazsangizmi bo'ladi. Ammo yaxshi notiq hamon hikoyasi bor odamlar ichidan chiqadi. Bu hargizmi tasoddifiy to'g'ri kelib qilish emas. Amaliyat shundoq. So'zlashga, shundoqla anglashga arziydigan xoslikqa ega narsalarla haqiqiy yaxshi hikoya bo'la oladi. Hikoya so'zlash iqtidoringizni va tafakkuringizni chiniqtirmoqchi bo'lsangiz, Robert Markning Hikoya nomli kitobini, Blake Snyderning Mushuk qutqizish harakati, ssenariy yozish nomli asarni va Layos Igorning ssenariy yozish mahorati qatorliqlarni tavsiya qilaman. 4. Jiddiylikni yengish. Faqat bir parcha maqolani so'zlaydigan ish bo'lsa, jiddiylashmaslikning chorasi nihoyat oddiy. Necha 10 qitim yodlab, suvdek ichib olsangiz bo'ladi. Ammo mazmunga pishiq bo'lmaganda har qancha nocha odammo jiddiylashmay qolmaydi. Bir qitimliq doklad yoki nutqda jiddiylashmaslik uchun oz deganda 12 qitim mashq qilish kerak. 4-5 qitim mashq qilganga ishonch qilg'il bo'lmaydi. Bək ko'p bo'lib ketsa-mu, yangi boshlaganlarga og'ir keladi. 12 qitim yodlab mashq qilib, maqolaning abzaslari, qurilmasi, qiyin va muhim nuqtalarga pishiq bo'lib ketgan asosda naq maydondagi ahvolga qarab ancha-muncha ijodiy mazmunlarni qo'shib so'zlasakmi bo'ladi. O'zingizga bək yuqori talab qo'yib olmang. 10 minutlik nutqni xatma-xat yodlab olg'il bo'ladi. Ammo necha 10 minutlik, hatto 1-2 soatlik leksiya so'zlashga to'g'ri kelsa, asosiy mazmunni, fikr yo'lini asli tutishning o'zi kifoya. Hayron qolgudek ish bo'lmasa, qo'rqib ketgandek ishmi bo'lmaydi. Nutq so'zlashga ko'nib ketgandan keyin nutq tekstini unutib qolgan taqdirda jiddiylashib ketmaysiz. Bu kasbga ko'nirgancha o'ylamagan ahvolga yo'liqib qolgan taqdirda osonlikcha o'diqib ketmaysiz. Yaqında Hollywoodga ziyoratga bordim. O mening Amerikaga 2-chi qitim berishim edi. Yerlikning madaniyatimi menga notanish emas. Shundaqdimi, suhbatda duduqlab qolmaslik uchun ziyorat nuqtasiga bir kun burun berib, barliq jarayonni bir qitim mashq qilib oldim. Naq maydondan sirt, hatto Los Angelesning atrofidagi joylarni bir qitim aylanib chiqdim. Kompyuter o'yinida darajangiz tajribangizga qarab o'stiriladi. O'tgan atlashda iqtidor qimmatiga qaramaydi. Badan quvvatingizga qaramaydi. Tajriba qimmatingiz yetgandala o'tgan atlay olasiz. Burun kompyuter ishlatish, mashina haydash, chet el tilini bilish 3 turlik zarur mahorat hisoblangan bo'lsa, bugungi taratqu davrida nutq san'atimi xizmat va turmushda muvofiq ishlatilsa, muvaffaqiyatga yo'l ocha oladi.
Vaqtdan unumli foydalanish utuq qozonishning zarur sharti. Hayotingizni parcha-purat ishlarga xo'ratmang. Vaqt go'yo otgan o'q. Biz tog' cho'qqisiga tosh ittirayotgan odamga o'xshaymiz. Toshni tog' cho'qqisiga mangu ilib chiqolmasligimiz mumkin. Shundaqdimi to'xtamay davomlashtiramiz. Hayotimiz to'xtamay ilgirlash, o'zimizni to'xtamay o'zgartib menish davomida ma'niga ega bo'ladi. Kunda necha soat sin ko'ring, kino ko'ring, undidarda do'stlar chambiriga o'ynab, blogingizni yana bir necha soat arlang. Muqarrarki orzu-armonlaringizdan bargancha yiroqlaysiz. 2016 yili 8-oyning 14-kuni Amerikaning Seattle shahrida Jungo komandasidagi yigitlarning Dota 2 turi bo'yicha dunyo chempionligini qo'lga keltirib 60 million yuan mukofotga erishganligi Markaziy televiziya stansiyasi kanalida xabar qilindi. Kompyuter o'yinini tushunmaydigan nurg'un odamlar o'yin o'ynabmi shuncha ko'p pul topqili bo'lamdi ekan. Bu adolatsizlik emasmi deyishdi. 10-navbatlik Jungo yozuvchilari qatorida birinchi o'ringa tizilgan Jiangnan 2015-yili 32 million yuan qalam haqqiga erishgan. Halbuki odatdagi bozorlik kitoblarning normal tiraji 30 ming bo'yicha hisoblaganda odatdagi bozorlik kitobning avtorining yillik kirimi 100 ming yuan atrofida bo'ladi. An'anaviy o'qitish andisida odatdagi bir ingliz tili o'qituvchisi bilan dongliq bir ingliz tili o'qituvchisining dars haqqi 10 hassa farq qilinadi. Biroq bugungi yangi taratqu vositalari davrida dong chiqargan o'qituvchilar darsni singa elib, aloqa to'rida tarqatsa yoki aloqa to'rida naq maydon darsi o'tsa 1 soatda topadigan puli odatdagi bir o'qituvchining 1 yillik, hatto bir necha yillik kirimidan eshib ketishi mumkin. Bugungi jamiyatda darajadan tashqari ko'p kirim qildiganlar har qaysi kasblarda bas-basda bosh ko'tarib, yuqori kirimlik 1% odam bilan normal kirimlik 99% odam o'rtasida nihoyat ro'shan farq shakllandi. Shuning bilan tang bugungi mislsiz uchur davri texmi ko'p odamlarni ig'ir besim ostiga tashlayotdi. Avomga nisbatan aytganda, bu yildan o yilga turmushda hech qanday cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Bargan sari chochlari oqirib, bellari bargan sari tomlashib, kasbda ilgari bosmagancha mijozi chuslashib ketadi. Xizmat vaqtida ixtiyorsiz qismliq teatrlarni, universal san'at programmalarini ichib ko'radi. Ko'rayotgan narsalarimo hamma ishdan og'rinadigan, jahondan qoqshaydigan mazmunlarga to'lgan bo'ladi. Yozg'uchi Xay'anning mundaq bir fikri bor. Uchur davrida muhimi uchur emas, hatto reallikmi emas, balki o'zini chatga elish. Uchur cheksiz ko'p, ammo hayot to'limi cheklik. U dongliq korxonaning boshqaruvchisi, yig'ib saqlag'uchi, darajadan tashqari bozorlik kitobning avtori. Uning har bir parcha asrda davrning yuzlanishini ko'rsatib berilgan. Halbuki u uchurni gazet va Yanfon gazetidan to'playdi. Keraksiz uchurlardan o'zini qochirish, ortiqcha ishlarga vaqt va zehn xo'ritishdan saqlab qola oladi. Masalan, birov uningdan aloqa to'rida nima gaplar bo'layotganini bilamsiz deb so'raganda, Xay'an "Menga demang, mening rostli bilgim yo'q" deb javob berdi. Bu mo bir xil rad qilish, tashlash, kechish ruhi. Hozir biz ortiqcha narsalar orasida elishib ketdik. Ortiqcha talab, ziyoda uchur qatorliqlar tafakkurimizni tushab qo'yibdi. O'quvchilar doim shunday so'raydi. Dunyo nima uchun tangsiz yaratilgan? Ba'zilar tug'ilishidan chiroyli bo'lib, aloqa to'rida cho'lpon bo'lib ketadi. Ba'zilar tug'ma aqlliq, hech qancha kuchimayla dongliq maktablarga o'tib ketadi. Ba'zilarning puldor oilasi necha yerda uyi bor, bizga o'xshash ijara haqqi topshirmaydi. Hao Jinfangning 3 qavat Beijing nomli fantaziyalik hikoyasida har xil odamlar har xil o'xshamagan bo'shliqda yashaydi. Oddiy ishchilar 3-chi bo'shliqda, oq yoqaliqlar 2-chi bo'shliqda,
huquqdorlar birinchi boshliqda turadigan bo'lib, ularning vaqtdan foydalanish huquqi va jamiyatdagi o'rni tubdan o'xshamaydi. Avtor vaqtni vasita qilib turib, qatlamlar o'rtasidagi farqni obrazliq aks ettirib beradi. Yuqori qatlamdagilar boyliqni egallagan bo'lib qolmay, texmi ko'p vaqtdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Albatta, bu bir fantaziya, reallik emas. Hamma narsa tengsiz taqsim qilingan holatdami, hamma odamga teng taqsim qilingan bir narsa bor. U vaqt. Sizning bir kuningiz 24 soat. Wang Sesongning 24 soat. Baravar taqsim qilingan birdan-bir boyliq vaqtni qadrlamay turib, hayotingizni o'zgartira olamsiz. Odam bilan odam o'rtasidagi farq asosligi vaqtga tutgan pozitsiyasining o'xshashmasligidan paydo bo'ladi. Piramidaning cho'qqisida turib olganlar vaqtdan eng unumli foydalangan odamlardir. Balalik chog'larimda Sai Jijongning karton rasmlariga amroq edim. Uning talantiga gap ketmaydi. Rassomlikda nomi dunyoga taralgan. 1600 parcha rasmlar to'plami, 300 parcha kitob chiqargan, 10 yil fizika tadqiq qilgan, ko'rik kart o'ynab, uda 10 yil Jungo Tayvanga vakolatan xalqaro musobaqalarga qatnashgan. Uning uchun vaqt go'yo cheksizdek. Ziyofatlarga bormagan, eng uzun bo'lganda o'rindiqdan 58 soat qopmay o'ldirgan, 42 kun uydan chiqmagan. Hayotga ma'no ato qilsangiz, yillar sizni umidsiz qo'ymaydi. U butun hayotini parcha-purat ishlarga xo'ratmagan. Yillik kirimi milliondan oshgan bir odamning turmushini, chet elga chiqqanligini, kimlar bilan ko'rishganligini ko'z-ko'z qilish bilan vaqt o'tkazganligini azaldan ko'rib boqmadim. Ularning azaldan zerikishlik vaqti bo'lmaydi. Facebookning qurg'uvchisi Mark Zuckerbergning mundaq bir vaqt qarashi bor. Har birimizning vazifasini tugatishga yetgudak vaqtimiz bor. Ammo isrof qilgudek 1 minutmi vaqtimiz yo'q. Yosh turibla milliarderga aylangan dunyoviy boyning mahbiyati dal mushu xil oldirabmi ketmaydigan, o'rinliqmi qilmaydigan vaqt qarashidir. Oddiy ishlarga vaqt isrof qilma. Mark Zuckerberg naga bo'lsa kulrang mayga bilan padichilar ishtimni kiyib oladi. Men mushundaq kiyim ishkabimda o'xshash fasondagi qora ranglik 5-6 ko'nglak va oddiy 2-3 ishtondan boshqa hech narsa yo'q. Qish kunlari kiydigan qilin bir chopinim bor. O'rnimdan turgandan boshlab hisoblaganda uydan chiqib bo'lishimga 5 minut yetadi. Mushundaq tejab qolgan vaqtdan foydalanib, shu kunlik darslarni o'nga olaman va ispan til o'rganaman. Ammo ko'p qism kishilar vaqtni isrof qilib yetadi. Bekor o'tkazib yetadi. Dushanba ishga chiqsa, juma kunni taqozolik bilan kutadi. Shanba kunlari qiladigan ishi yo'q. Atigandan kechgacha yil beshidan yil oxirigacha jiddiychilik ichida o'tadi-yu, hech ilgari basmaydi. Xiaojuning tirishchanligi do'stlar chambergida nom chiqargan. Qachonli qarasangiz oldirashli yuradi. Kun tartibi mendanmi zich o'rinlashtirilgan. Uning bilan bir qitim bila tamoq yeyish uchun 3-4 oy burun deyishib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Biroq shu vaqt kelib ko'rishadiganға 3-4 soat qolganda tuyuqsiz ish chiqib qoladi. Yoki shirkatda jiddiy yig'in ochadigan bo'lib qoladi va yoki boshliqi muhim bir ishni topshirgan bo'ladi. Gohida ko'rishib qolgan taqdirdami xizmat uchurlariga javob qaytarish uchun qo'lidan telefon tushmaydi. U ba'ayni to'shib ketgan chazoga o'xshaydi. Turli ushaq-tushak ishlarga irimash-chirimash bo'lib ketgan to'ksimlarga o'xshash har tarafdan energiya sho'rab, bichorning holini qo'ymaydi. Mushundaq ketaversa, butun sistema omon bir kuni biroqla kuyib ketadi. Bu hargizmi energiya to'liqlash tipidagi oldirashliq emas. Yeli u yerga, yeli bu yerga o't ketib, siz xuddi o't o'chirish xodimiga o'xshash u yerdan bu yerdan chepibli yuraysiz. Vaqtning tizgini sizning qo'lingizda bo'lmaydi. Agar siz
ana ashundaq tartibsiz aldırachchilik ichida yursangiz, bu sizning vaqt o'rinlashtirishingizda ig'ir masala borligini bildiradi. Vaqtingizni ahamiyati bor ishlarga unumli sarf qila olmasangiz, hayotingiz ma'nisiz o'tib ketadi. Men vaqtni inchga o'rinlashtirishni ta'kidlaydigan odam bo'lish sifatim bilan oldingi kitobim nashrdan chiqqandan keyin 4 oy ichida Shindongfangda dars o'tgandan boshqa har hafta degidek shahar atlab leksiya so'zlab, imzoliq kitob setish faoliyatlariga, universal san'at programmalariga, kinoda rol elishga, shundaqla mukofot tarqatish faoliyatlariga qatnashib turdim. Dars o'tish va yuqorqidek faoliyatlar kun tartibimga kirgandan keyin o'g'inish qiladigan vaqtim o'zimni to'ymagan holda ozlab ketibdi. Her kuni plan sirtidagi ishlar oldiga selvilib, subyektiv jihatda aldirash yurgachga, o'zimni nurg'un sohalarda iz qoldirayotgandek, yana kelib, hamma sohada har holda tutamig'a chiqqudek natijam bo'lg'achqa, o'zimdan qanoatlanib qolg'il turibdiman. Ammo kelgusiga bo'lgan ishonchimni yo'qotib qo'yishga boshladim. Arqadınla yana bir parça kitap yazıp aldırashchilikqa va yana ozroq andishga petib qoldim. O'qirmanlarning qo'llashiga erisholmay qolsam, yiziqchilikqa bo'lgan ishonchimni yo'qotib qo'yishim mumkin edi. Yana kelib, men boshqalarning qarashiga ahamiyat beradigan odam. Birinchi kitobimni yozayotgan chog'da qizg'inligimga so'g'uq suv sepishga boshlagan ashu odamlar men demadimmi? U yozuvchining materiali emas. Kitabını hech kim o'qimaydi. Oldingi kitobi setilgan bo'lsa-mu, birlik kitob shu. Degili turadi. Yozmay desam, yozg'um keladi. O'tgan bir yilni o'ylasam, hamkorlashquchimni ziyon tortqizganim esimga kelib, aslimalar har qancha go'zal bo'lsa-mu, o'zimni ayplash kayfiyatidan qutula olmaydim. 100 necha kunga so'zilgan vaqt o'rinlashtirish jihatda ko'rilgan savallikning natijasi shu bo'ldiki, xizmatning unumi ko'ngildagidek bo'lmadi. O'rgangan yangi bilimningmi tayini bo'lmadi. Programmalardagi ifodammi yaxshi bo'lmadi. Badan ig'irligim 68 kilogramdan 80 kilogramga chiqib, qo'rsqimdagi 6 parcha muskuldan aram bir parchasi qoldi. Atalmish obyektiv amillarni chiqarib tashlaganda bizning vaqtga tutgan pozitsiyamiz to'g'rimi? Xato bo'lsa, nari xato. Qandoq o'zgartimiz? Oddiy odamlar bilan qaltis odamlar o'ttirsidagi eng cho'ng farq vaqtni kontrol qilish iqtidori bilan eziqtirishlarga tutgan muomalasidan paydo bo'ladi. Turmushning o'zi bir ezitqu. Turmushda eziqtirishlarga taqobil turish masalasi ma'qul deyish yoki yo'q deyish masalasi. Hozir harakatga o'tish yoki keyin harakatga o'tish masalasi. O'ylanish yoki o'zini etish masalasi. Burunning uchini ko'rish yoki yiroqni ko'rish masalasi. Mana bularning hammasi yashash san'ati masalasi. Odatda himoya qilib kelgan axloq prinsiplarini vaqtliq hayajonga tegishib o'tadigan chog'larimiz bo'lib qoladi. Amerikalik mashhur psixolog Philip Zimbardo odamni vaqt ko'z qarashi nuqtasidan o'tmishga moyil, kelgusiga moyil, hozirga moyil qatorliq 3 tipga ayiradi. Vaqtning kengligi amaliyotda odamning har qaysi vaqt rayonlariga qanday ayrilganligini ko'rsatadi. Hozirgi moyillar ko'z oldidagi ishni va uning natijasini o'ylashib ish qiladi. O'tmishga moyillar burungi ishlarga va ularning natijasiga qarab ish qiladi. Kelgusiga moyillar keyingi ishni va uning natijasini o'ylashib ish qiladi. Zaman qarshilik nazariyasida odamning har qanday qaroriga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi. Ammo odam uning mavjudligini bilmaydi, deb qaraladi. Bu narsa dal odamning tuvandagidek 6 xil vaqt pozitsiyasida ifodalanadigan bir taraflamaligidan iborat. Aktiv o'tmishparastlik, passiv o'tmishparastlik, hozirparastlik, hozir taqdirchilik, nishon yetakchi tarafdorlari, qayta to'rilish tarafdorlari. Ya'ni
O'tmishga qanday qaraysiz? Ümidsizlik patqiga petib qalamsiz yoki o'tmishdagi savarliklaringizdan xo'shallik bilan savoq olamsiz? Hozirga qanday qaraysiz? Nima qilsam baribir taqdirga tan beray deb o'ltiramsiz yoki o'limdan boshqa hammasi tomosha deb bugunning payzini survilishni o'ylamsiz? Kelgusiga qanday qaraysiz? Nishoningizni yetakchi qilib tayyorlikni puxta qilamsiz yoki kelgusi o'lgandan keyin boshlanadi deb o'ylamsiz? Yig'ib aytganda, vaqt ko'z qarashining yadrosi o'tmishga, hozirga va kelgusiga tutgan pozitsiya masalasini hal qilishdan iborat. Sog'lom va to'g'ri vaqt qarashiga ega odamlar o'tmishdan savoq olib, bugunni qadrlab, konkret nishon uchun aktiv kurash qiladi. Undaqda vaqt ko'z qarashini to'g'rilash uchun birinchi nishon belgilang. Ikkinchi, planni astoydil ijro qiling. Uchinchi, xulosalashga mahir bo'ling. Vaqt go'yo otgan o'q. Biz tog' cho'qqisiga tosh ittirayotgan odamga o'xshaymiz. Toshni tog' cho'qqisiga mangu ilib chiqolmasligimiz mumkin. Shundaqdimi, to'xtamay davomlashtirishimiz, hayotimiz to'xtamay ilgirlash, o'zimizni to'xtamay o'zgartib menish davomida ma'noga ega bo'ladi. Vaqtingizning kasallik tarixini turg'izing. Hayotimizda muhim tanlashga duch kelgan chaqda agar umrni saqlab qo'yg'ili bo'lsa edi, turli andishalardan xoli holda kelgusiga dodil atlangan bo'lar edik. Biroq umr yo'lida agar mavjud emas. Amaliyat shuki, umrni saqlab qo'yg'ili bo'lmaydi. Ammo ashu bir kunni, ashu vaqtdagi holatni xotirlab qo'yg'ili va bu orqali kelgusiga tutashgan uzoq yo'lda o'tmishning savoqlarini esda tutqili bo'ladi. Yolg'iz kishilik kompyuter o'yinida hayot mamatliq halqiliq elishishga kelgan chaqda ko'pincha odamlar o'yinni saqlab oldi-da, navada yengilib qolsa, ashu yerdan qayta boshlasa bo'ladi. Shunga yengilib qolishdan ansirmay xotirjam elishidi. Hayotimizda muhim tanlashga duch kelgan chaqda agar umrni saqlab qo'yg'ili bo'lsa edi, turli andishalardan xoli holda kelgusiga dodil atlangan bo'lar edik. Ammo umr yo'lida agar mavjud emas. Amaliyat shuki, umrni saqlab qo'yg'ili bo'lmaydi. Ammo ashu bir kunni, ashu vaqtdagi holatni xotirlab qo'yg'ili va bu orqali kelgusiga tutashgan uzoq yo'lda o'tmishning savoqlarini esda tutqili bo'ladi. Vaqtdan foydalanishda planlash, ijro qilishdan keyingi 3-chi qadam xotirlash. Xotirlamaganlik yuz bermaganga o'xshaydi. Vaqtni xotirlamasangiz, mundaq 3 turlik bosh og'riqiga giriftor bo'lasiz. Birinchi, o'xshash xatolikni takror sodir qilasiz. Tarix o'qish odamni dono qiladi. İnsanlar tarix betlerini varıqlash orqali xatolikdan saqlana oladi, tarixni unutish takrar fojiaga mubtalo qiladi. Xizmat beshimim ishib ketgan chaqda o'rinliq qilib uyimni yuvishtirmaydigan nachar odatim bor. Men 3 qitim portmonni yutirib bo'ldim. 3 qitimning hammasidan bir xizmat o'rnidan yana bir xizmat o'rniga oldirib ketayotganda taksida unutib qoldim. Kimlik, bank kartasi qatorliqlarni qayta bejirishga to'g'ri keladigan bo'lg'achqa nurg'un vaqt isrof bo'lib ketdi. Har qitim o'z-o'zimga endi hargiz bundoq bexastalik qilmayman deb va'da beraman. Lekin xotir qoldirmagan bo'lg'achqa va'damni unutib qolib, jami 3 qitim yutirib bo'ldim. O'ruqlashdimi o'xshash. Endi hargiz samirib ketmayman deb cheksiz qitim o'zimga va'da berdim. Ammo Fransiya sayohatidan qaytib kelgan tunji kun atiganda to'g'ri qo'rdiqi buyurtdim. Tushda do'stimni chaqirib, dengiz mahsulotlari restoranida talla tamoqi yedik. Tushdan keyin yana bir do'stim bilan kalla go'sht yedik. Kech soat 9 da hogo yedik. Saharda yana tayyor cho'p yedim. Xotir qoldirmasangiz, nafsingizni tizgillayolmaysiz. Kallingizmi gapga kirmaydi. Badaningizmi xohlagancha samirib ketadi. Ashu bir kunlik ishlarimni xotirlab qo'ygandan keyin har qitim daftarimni ichib qaraganimda o'zimga eskartish berib turman.
Darsxonada his qilganim shuki, xato misollar daftari eng yaxshi o'qish quroli bo'la oladi. Sual tekshirish jarayonida 90% xatolikning takrorlangan xatolik ekanligini bayqayman. O'quvchilar bir qatim xato ishlagan masalani ikkinchi qatim xato ishlamagan bo'lsa, natijasi ko'rinarli ko'tarilgan bo'ladi. Oson ochiqlanish, osonla ishinib ketadigan aldirang'ulik, ziyoda umidsizlikdan kelib chiqadigan ish unumining tuvanligi qatorliqlarmi takror sodir bo'lgan xatolikqa kiradi. Ularni daftarga yozib olib, haftada, oyda, yilda bir qatim ko'rib, o'z-o'ziga to'xtamay eskartish berib turganda xatoliklardan haqiqiy saboq olg'ili bo'ladi. Ikkinchi, go'zal aslamalarni unutib qolasiz. Tashoning 2-yilligida men o'zaro almashib o'qiydigan o'quvchilikqa tanlanib, almashtiriladigan o'quvchi bo'lib, Yaponiyaga chiqdim. U mening tunji qatim chet elga chiqishim bo'lg'achqa, men uchun butunlay bir yangilik edi. Atam kundalik xotira yozishni topildi. Ma'qul degan bo'lsam-mu, Yaponiyaga chiqqandan keyin bugunni qadrlash bilan bo'lib ketib, xotira yozish xo'sh yoqmadi. Yaponiyada turgan mezgilda menga yotoq bergan oila bilan chiqishib qoldik. Beliq bozorga berib, kim ortiq qilib sotganini ko'rib, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan oqko'ngil kishilar bilan tog'dan, bog'dan paranglashib degandek vaqt tezla o'tib ketdi. Vatanga qaytib kelgandan keyin xotira qoldirmadim. Unutilg'isiz aslamalar mangu esimdan chiqib ketmaydi deb o'ylagan edim. 3 oydan keyin ashu bir mezgillik turmushimni yezib qo'yish niyatiga kelganimda, ko'ngillik ishlarning ko'p qismini, ahamiyatli tafsilotlarni esga ola olmadim. Aradan 6-7 yil o'tgan bugungi kunda yelimi esimda qolganlari texmi oz bo'ldi. 3. Bekor avar bo'lgandek his qilib, ziyoda qayg'urib ketmang. Ba'zi odamlar atgandan kechgacha paloqishib yuradi. Bir kun ichida nurg'un ishlarni qiladi. Ammo bir oy yoki bir yildan keyin nimalarni qilganligini, qanchalik ilgirlaganligini ko'ra olmaydi. Odam o'zining nima ishlarni qilganligini, qanday natijalarni qo'lga keltirganligini bilishda subyektiv qarashlarga tayansa bo'lmaydi. Aniq bir narsa qoldirish kerak. Atgandan kechgacha chepib yurib, yerib holidan ketayotgan odamlar bir kun ichida qilgan ishlarini xotirlab chiqadigan bo'lsa, haqiqiy unumli ishlagan vaqtning 4 soatdan oshmaydiganligini bayqaydi. Nurg'un odamlar atganda ilxatlarga javob qaytarib bo'lgandan keyin o'yin o'ynaydi. Blog va do'stlar chambarkini arlaydi. Hatto tavbaga chiqib, uni buni setib oladi. Tushlik tomoqdan keyin 1 soat orom oladi. Ishdan tushga oz qolganda birdan besib ishlaydi. Shuning bilan ishdan tushganda ajoyib yerib ketgandek his qiladi. Yoki vazifani tugatalmaganligi uchun smina qo'shib ishlashga majbur bo'ladi. Bu bir kun ichida zodi nima qilding deb so'rasa, tuzuk bir narsa chiqmaydi. Amaliyotda biz o'zimiz o'ylagandek yerib ketmaymiz. Biz faqat obyektiv bekorchiligimizni subyektiv aldirachilikning o'rniga dastib olgan, xotirlamaslikning shuncha ko'p ziyni borligini bilib turib, yana nimishqa xotirlamaymiz. Bu faqatla o'rinliqning sababimi? Vaqtni xotirlab mengiz hatto vaqt planlashdanmi muhim. Buni qilmay turib, turmushingizni o'zgartirishni xam xiyol qilmang. Og'rib qolsak, doktorxonaga ko'rinamiz. Doktor kasallik tarixiga qarab, hozirgi ahvolimiz bilan burungi ahvolimizni birlashtirish asosida masalani tepib chiqadi. Vaqt o'rinlashtirishimizda masala ko'rilgan chaqda, vaqt xotirasi dal kasallik tarixining rolini ola oladi. Men o'z vaqtimning kasallik tarixini 34 yillik vaqt boshqarish jadvalidan ko'raman. Jadvalga qarab ranglik belgi qo'yilgan katakchilarni tortib chiqsamla, qizil ranglik isrof qilingan vaqt mana men deb chiqadi. Va bu vaqtning nima uchun isrof bo'lib ketganligi haqida o'ylanaman. O'zimga tamanno qo'yib, ziyoda qanoatlanib ketganligim uchunmi yoki turli bisim sababidanmi ishlarni ziyoda zich o'rinlashtirilishdan bo'ldimi yoki og'rib qilib xizmat qila olmaganligimdan bo'ldimi? Amaliyotda 34 yillik vaqt boshqarish usuli vaqt planlash usuli emas, balki vaqt xotirlash usulidir. Vaqt xotirlashning usullari har xil. Aleksandr Lyubishov ajoyib bir kun nomli asarda har bir minut vaqtni xotirlashni tilga olgan. Zingofanning kunlik savoqlari bor edi. Franklin haftada bir qatim xulosa qiladi. Sokrat va Aristotelning o'ziga xos xotirlash usullari bor edi. Tövəndə ən köp tarqalğan 3 xil usulni ko'rib baqayli. 1. Kundalik xotira yozish.
Arlıqda bir mezgil kündülük xatırı yezishni tayini yo'q ishdak o'tgan kunlar atgan tanglarning mishchan ingirishidek his qilib yozg'um kelmaydigan bo'lib qolgan edim. Kündülük xatira shu bir kunlik ta'sirotning xotirasi bo'lib, bakrak ta'sir qilgan ma'lum bir ish to'g'risida bak uzun yezib kelsangiz, agar u ish 20 soat ichida yuz bergan bo'lsa, qolgan 24 soat xotirasiz qoladi. Kündülük xatirni bir qancha turga bo'lib, masalan, tuvandagidek 5 minut bo'yicha yezishga bo'ladi. Ta'sirot. Oddiy ko'rinsimi, chunqur ma'nilik ishlar jiq ekan. Odamni bearam qiladigan ba'zi ishlarni yezib qo'yish, boshqalarning fikrini astoydil anglash, o'zini o'ylamaslik lozim. Ahamiyatlik ish. Bir maydon xolis leksiya so'zladim. Rimliklarning hikoyasini o'qib tugatdim. Bir yozuvchi do'stim bilan suhbatda bo'lib, yangi bilimlarni o'rgandim. Eng ahmoqona bir ish. Boshqalarning niyatini xato tushunib qilib, yaxshi bir hamkorlik fursatidan qo'ldan berib qo'ydim. Eng minnatdor bo'ladigan odam va ish. Xizmat planimda o'zgarish bo'lib qolgan edi, xizmatdashim turni o'zi yolg'iz tamomladi. Kunda bir oltin so'z. Salmoqliq o'rganish, tavlanish orqali yetildirgili bo'lgan bir xil oliy farosat. Buyuk odamlar cho'ng ishlarga yo'liqqanda salmoq bo'lishni biladi. Chunki salmoq bo'lgandala aql ko'zi bilan ko'rib, farosat bilan tushunib, dono qaror chiqarg'ili bo'ladi. Chili. Birinchi bo'lak shu kunlik ta'sirot, ya'ni asli ma'nodagi kundalik xotira. Ikkinchi bo'lak shu kuni qilgan ahamiyatli 3 ish. Bir kunda ahamiyatli ishdan 3ni qilganda vaqtni har holda ma'nilik o'tdi degili bo'ladi. Uchinchi bo'lak eng ahmoqona qilib qo'ygan eng ahmoqon ishingizni xotirlab qo'yasiz. Keyin yana sodir qilishdan saqlang'ili bo'ladi. To'rtinchi bo'lak eng memnun bo'ladigan bir ish yoki bir odam. Odamga ilhom bag'ishlaydigan ishlarni asli tutish orqali minnatdorlik tuyg'usini saqlab qolg'ili bo'ladi. Dunyoning muhabbatga to'lganligini har vaqt his qilib tura olasiz. Havo yaxshi bo'lsa, umum minnatdor bo'lishga tegishli ish. 5-bo'lak bir jumla so'z bilan xulosa chiqarish sizga eng ta'sir qilgan bir jumla so'zni shu kuni o'qigan hikmatli so'zlarni boshqalarning nodir gaplarini yozsangiz-mi bo'ladi. 2. Ovozliq suratlik xotirlash. Marsliklar nomli kinoda Matt Damon rol olgan bosh qahramon har kuni kameraga qarab gap qilib, g'arib kunlarda o'z-o'ziga madad berib turadi. Xat yozishni yoqtirmasangiz, ovozga elish, suratga elish shaklida xotirlab maqsangiz-mi bo'ladi. Bu usul qulay ham tez. O'zingizning kundan kunga qanday o'zgarib menayotganingizni ko'rib tura olasiz. Yuqorqi 5 tur bo'yicha xotirlasangiz, 1-2 minutda so'zlab bo'lasiz. 3. Rasmlik xotirlash. Bu yerda deyilayotgani o'z-o'zini har xil rasmga tortib, go'zallashtirish uchun foydalanib shakl chiqarish emas, balki shu bir kun ichidagi eng ahamiyatli minutlarni rasmga tortib, shu chog'dagi ta'sirotini xotirlab qo'yishni ko'rsatadi. Do'stlar bilan ko'rishgan, go'zal joylarni ko'rgan, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan, shundaqla azoblangan chog'larni xotirlashga arziydi. Shu kuni ko'nglingiz eng yerim bo'lgan vaqtingizni rasmga tortib, chambarakka yo'llamay saqlab qo'yib, pat-pat o'zingizni tekshirib tursangiz bo'ladi. Oradan birer yil o'tib ketgan taqdirdami, shu rasmga qarabla shu kundagi ishni darhol esingizga ola olasiz va o'zingizdagi o'zgarishlarni bayqay olasiz. 365 parcha rasmni bir boshdan ko'rib chiqsangiz, bir yil ichida nima ishlarning bo'lganligini esga ola olasiz. Sizda qanday o'zgarishlar bo'lganligini ko'ra olasiz. Ehtimal mushu qurlarni o'qiyotganingizda bu bir yil boshlang'ili xeli bo'ldi. Hozirdan boshlab xotirlasam ulguramdim deb yoki men xotirlamagili xil uzoq bir mezgil bo'ldi. Hozir davomlashtirsam bo'larmi? Ahamiyati bormi deb so'rashingiz mumkin. Mayli qancha kunlar o'tib ketgan bo'lsin, bundan boshlab xotirlang. Bugundan boshlab xotirlang. Agar to'xtab qolgan bo'lsangiz, esga olgan kuningizdan boshlab xotirlashni davomlashtiring. Başlashda mangu kechikmaysiz. Kelgusi 3 yilda qanchalik taraqqiy qilishni o'ylashdingiz? O'zgarib turadigan bu dunyoda kelgusi nishonlarga bo'lgan ishonchini va g'ayratini yo'qotmagan odam hamon bir kuni mukammal turmushga erisha oladi.
Bütün kuchingiz bilan atlanganingizda arzu armonlaringizmi siz uchun quchoq ochadi. Klassik hikmatlarda mundaq deyiladi. Baxtni pulga setib olg'ili bo'lmaydi. Baxtning pul bilan munosabati yo'q. Baxt tuyg'usi qalb bilan munosabatlik. Baxt bilan pulning munosabati bormi yo'q? Bu bir ish. Puli bo'lgan taqdirdami qanday hayziganda xo'shallik topqili bo'ladi? Bu boshqa ish. Bayan Sonning Siz baxtlikmi nomli kitobi tarqalgandan keyin kishilar uda bir qancha yilgacha baxt haqida munozir qilishdi. Siz o'zingizni baxtli his qilamsiz? Oldingi qitim o'zingizni baxtli his qilgan vaqtingiz qachon? Baxt nishon tuyg'usidan keladi. Har kim baxt tuyg'usiga har xil narsalardan erishadi. Ozoda bir uy bo'lishi, yaqin odami, nom, atoq va boshqa bir narsa bo'lishi mumkin. Odam o'ziga nimaning kerak, nimaning keraksiz ekanligini bilishi kerak. Nishon tiklab uning uchun kurash qilish jarayonida ruhmu, tanmu munosib inkas qaytaradi. Nishon bo'lgandila baxt tuyg'usi bo'ladi. Bu asossiz aytilgan gap emas. Mening bir xizmatdoshim bor edi. Oila sharoiti xeyli yaxshi. Qiz do'stining mijozi obdan edi. Lekin doim mendan pul qarz oladi. Dastlabda tortinib, xijil bo'lib turib so'raydi. Menmo gap so'zsizlab beratdim. Keyincha doimli qarz so'rab turadigan bo'ldi. Maoshmi yuqori tursa, nimishqa puli yetmaydigando deb o'ylab qoldim. Sababi xeyli ko'p ekan. Nevra otasining 3-tog'isining 7-jiyanining bovisi pay setib olsa, ko'p pul topqili bo'ladi debdikan. Pul qarz elib pay setib olib, ozroq pulni tepibdi. Keyin paychak bozori qalaymaqon bo'lib ketib, salgan mablag'ning derinimi qaytarib ololmabdi. Ondan uy mulk bozoriga ko'z tikibdi. Tianjinda kvadrati 4500 yuanlik uy bor ekan. Yer osti temir yo'li ulangan hamon bahosi o'sadigan deb anglab shu uyni ko'rgil beribdi. Qarasa birmi odam biror magazinmi yo'q mahalla ekan. Ko'nglida xotirjam bo'lolmay tursimi, arzon bo'lg'achqa shu yerda pul sanab qo'yibdi. Qaytib kelib to'rdan tekshirsa, bahosi arzon bo'lgan bilan oladigan odam yo'q, turib qolgan uy ekan. Eng oxirgi qitim qarz so'lgan chaqda uningdan so'rab qoldim. Birodar, 3 yildan keyin nima qilman deganni o'ylab baqdingmi? Ashu pullarni o'g'inish va o'qishga sarf qilgan bo'lsang, turmushingda o'zgarish bo'lib qolar edi. 3 yildan keyin kim bor, kim yo'q deysan, dedi u beshini chayqab. Mening boshlig'im shuncha yosh tursa, qisqa vaqt ichida o'smaydi. Shunga men uning o'rniga chiqa olmayman. Boshqa shirkatga yutkilib ketay desam, boshqa kasbni bilmayman. 3 yil yashab birmuncha qarz bo'lib qilishni yomon degil bo'lmaydi. Ammo 3 yil yashabmi istiqbolini ko'rolmaslik, qilcha baxt tuyg'usi his qila olmaslik yomon. O'zimiz yoqtiradigan restoranda bir vaqt tomoq yeyishdan tortib, dunyoni aylanib sayohat qilish nishonigacha bo'lgan ishlarning hammasi baxt tuyg'usiga erishish uchundir. Ulug'vor plan, uzoq mezgillik nishon orqali erishmoqchi bo'lganimiz kichikgina xotirjamlik emas, balki qanoatlanarlik baxt tuyg'usi. 3 yilni o'lcham qilib, yep-yangi hayotingizni boshlang. Kelgusi 3 yilni qanday o'tkazsiz? 3 yildan keyin nada bo'lasiz? Qanday turmushga erishsiz? 2013-yildagi men ingliz tili dars o'tishdan boshqani bilmaydigan oddiy bir muallim. O'qish bitkizgili 2 yil bo'lgan, Beijingda tirikchilik qilish uchun kurash qilayotgan bir ko'chman edim. Beijingda shoda o'qiyotgan mezgilda almashtirilgan o'quvchi sifatida Yaponiyaga chiqqanni hisobga olmaganda Jungodan chiqib boqmagan edim. Shu yili o'zimga bir nishon belgiladim. Chiqib ketish, ya'ni kasb jihatda tor doiradan chiqib ketish, necha 10 kishilik, necha 100 kishilik kichik sinfdan teg'imi ko'p odamga ta'sir ko'rsatgili bo'ladigan cho'ng sahnalarga chiqib ketish. Ingliz tili o'rgatish va vaqt boshqarishdan iborat ikki mahoratdan foydalanib, teg'imi ko'p odamlarning turmushini o'zgartirishga yordam berishni nishon qildim. Turmush jihatda chet elga chiqib, dunyodagi eng go'zal joylarni ko'rib kelish, teg'imi ko'p munavvar insonlar bilan uchrashishni nishon qildim.
6 ayda Yuminxu muallimning ilhom berishi bilan Shindongfangdagi eng qaltis ingliz tili o'qituvchilarining biriga aylanishni kasbdagi asosliq nishon qilib tikladim. 7 ayda sog'lomlikqa qaytishni planladim hamda rasmimni qarorli holda to'liq yo'llab to'rdoshlarining nazoratini qabul qildim. 8 ayda saharchilar korpusini qurib, uda 21 kun atiganlik yo'qlamadan o'tganlarga o'z yinimdan pul chiqarib, sovg'at avatishga va'da berdim. 9 ayda aloqa to'ri orqali texmi ko'p odamga ta'sir ko'rsatish qaroriga kelib, plan tuzishga Ali qaltis ingliz tili darsligini sing'i elib, aloqa to'rida haqsiz tarqitishga boshladim. 3 yil ichida Shindongfangning 20 mingga yaqin o'qituvchilar orasidan tanlanib chiqqan 12 notiqning biriga, shundaqla Shindongfang guruhining tarixdan buyongi eng yosh notiqiga aylandim. Badan ig'irligimni 65 kilogramdan oshirvatmadim. Qo'risqimdagi 6 parcha muskulni yo'qotmadim. Blogimga qarorlik rasm yo'llab, to'rdoshlarining nazoratini qabul qildim. Xohlagancha yeb ichish, badan chiniqtirishni bo'shashtirib qo'yish sababidan badan ig'irligim eshib ketib qolsa, ko'pchilikka telefon puli sovg'a qildim. Mamlakatning har qaysi joylaridagi necha ming odam menga agishib, har kuni atigan soat 7 dan burun o'rnidan turib, ingliz til o'rgandi. Badan chiniqtirdi, xizmat yoki o'g'inish bilan mashg'ul bo'ldi. Menmo ko'pchilikni ilhomlantirish uchun 300 ming yuanlikdan ortiq sovg'at tarqatdim. Ali qaltis ingliz tili sin darsligining ko'rilishi 50 million qitimdan ishib, shu sababdan menmo barg'ancha tonilib, darajadan tashqari notiq, o'zgacha paranglar, chet elliklarning nazaridagi shay'iylar qatorliq programmalarga va Markaziy televiziya stansiyasining hujjatlik filmiga taklif qilindim. Meni taniydigan, tushunilgan odamlar barg'ansir ko'paydi. Birinchi kitobim 1 yilingizdagi 8760 soat nashr qilingandan keyin har qaysi cho'ng to'rbatlarda yillik munavvar yozuvchi, iste'dodli yosh yozuvchi bo'lib baholandim. O'tgan ashu mingnacha 100 kech-kunduz vaqtimga qarab nazar solsam, vaqtni planlagan, o'zimga nishon bekitgan chog'da uncha ko'p konkret natijalarni tasavvur qilmagan. Plan tuzganda faqat mundaq 2 nuqtani markaz qilgan edim. Birinchi, texmi cho'ng sahnaga chiqish va olg'a besish. Ikkinchi, texmi ko'p kishilarning o'z tirishchanligiga tayinib, texmi yaxshi turmushga erishishiga yordam qilish. Shularni ko'nglimga pukkanligim, konkret ijro qilish davomida turli fursatlarni ching tutganligim uchun o'zimni o'ylab boqmagan natijalarni qo'lga keltira oldim. Gangarash ichida turayotgan siz 3 yillik, hatto bir umrlik kurash nishoningizni qanday topasiz? Birinchi, chiqib ketgandala texmi go'zal kelgusini payqaysiz. O'zingizning kichik chambarki ichida yursangiz, ko'z oldingizdagi turmushni, atrofingizdagi saboqdoshlaringiz, xizmatdoshlaringizni ko'rib, osonlik qanoatlanib qolasiz. Nurg'un, ilhom baxsh hikoyalarning ajoyib bir o'xshashligi bor. Cho'ng shaharlarni yoki chet elni ko'rib kelgandan keyin qat'iy niyatga kelib o'zini o'zgartirish sabrini boshlaydi. Menmo dashuning 2-yilligida almashtirilgan o'quvchilar qatorida Yaponiyaga chiqib kelgandan keyin ko'nglimda nurg'un o'y-xayollar tug'ilib, 30 yoshdan burun dunyoni aylanish, 5 xil chet el tilini egallab bo'lish irodasiga kelgan edim. Tar va rohat turmush chambaragi sirtidagi dunyoning cheksizligi yoshlarda ajoyib zo'r o'zgarish paydo qiladi. Uning ta'siri kitob va televizordan necha ming hassi kuchli bo'ladi. Izdanish istigi bilan dunyoni aylanish, azaldan ko'rib boqmagan go'zal manzarlarni ko'rish, odatdagi turmushning sirtidagi ajoyib shay'lar, ilg'or ideya va yuqori safoliq insonlar bilan uchrashish. Yiroq qirlarni ko'rgandan keyin o'zimizning orzu qilgan turmushning qandoqligini texmi aniq his qila olamiz. O'xshamagan nuqtadan ko'rish orqali paydo bo'lgan farqli o'y-fikr odamning nurg'un shay'larga bo'lgan tonishni o'zgartiradi. Ko'rash nishoningizni texmi aniq, texmi ro'shan ko'rib yeta olasiz. Ko'nglingizda texmi buyuk g'oya armonlar paydo bo'ladi. O'zingizga tonish muhitda turibmi, o'xshamagan sohadagi kishilar bilan paranglashish orqali o'xshashmagan kasblardagi o'zgarishlar bilan tanishib chiqqili bo'ladi. O'zingiz
Tashabbuskor bo'lmasangiz, kichikgina dunyoningizdan chiqmasangiz, nazar doirangiz tor peti qilaveradi. O'tgan bir yildagi 8760 soat ichida katta shahar muzeylariga kirib, ilgari darsliklarda ko'rgan danglik rasmlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. San Marko maydonida siyohbiliq lag'mini yedim. Provence shahrida Usti-Quddus yayliqini ko'rdim. Los Angelesda Alvastaning tunji qo'yilishiga qatnashdim. Texmi keng dunyoga yuzinib, texmi go'zal kelgusini ko'rdim. Ikkinchi, yetmoqchi bo'lgan manzilni ko'zlang, jarayonga eslab olmang. Qadimdan hozirgacha konkret manzara odamni hayajonga soladi va harakatga yetaklaydi. Martin Luther King mening shundoq bir arzuyim bor nomli mashhur nutqidimi manzarani ko'z oldiga keltirish usulini qo'llangan. Shundoq bir kun keladi. U chaqda oq tanlik bolalar bilan qora tanlik bolalar bir-biriga yor yo'lak bo'lib, qo'l tutishib ilgirlaydi. Men bu yiziqchilikda manzara orqali o'zimni ilhomlandiraman. Kitobimning muqovasini, o'qirmanlarning basma mening purqi kelib turadigan yep-yangi kitobni qo'lga olgan manzarani, kitob tarqitish yig'inida Yuminxu muallim qatorliq hurmatga sazovor ustozlar bilan paranglashib o'tirgan holatimni, imzoliq setish faoliyatlarida o'qirmanlarga kechirmishlarimni so'zlab bergan, ular bilan fikr almashtirib, do'stligimizni yetkazgan chaqlarni xiyol qilaman. Go'zal g'oyalar eng qiyinchilik chaqlarda sizga madadkor bo'ladi. Agar siz rasmlik tafakkur andisiga moil odam bo'lsangiz, g'oyangizdagi manzarani sizib chiqing. Agar yiziqchilikqa mahir bo'lsangiz, yezib chiqing. Orzuyingizdagi manzara kallingizda yoki qog'oz yuzida namoyon bo'lgan chaqda o'z nishoningizni topgan, o'zingizga nishon tiklagan bo'lasiz. 3. Cho'ng nishonni tiklang, konkretlashtirishga oldirmang. Mag'lub bo'lishning oqibatini va g'alaba qilish uchun to'laydigan badallarni o'ylashga oldirab ketmang. Dastlabda passiv taraflar har bir bosqichda duch keladigan qiyinchiliklarni o'ylab olsangiz, osonla o'zingizdan gumonlanib qolasizda, ishga oshirg'ili bo'lmaydi deb mushundoqla o'tib ketmoqchi bo'lasiz. Mag'lubiyat uchun bahona izlamay, g'alaba uchun chora izlaganda g'oyani reallikqa aylantirg'ili bo'ladi. G'oya uchun kurash qilish yaqinga qarshi uzib manganga o'xshaydi. Boshqalarning mumkin emas deyishlariga quloq solmay, parlaq kelajakni ko'zlab terishgan odam hamon o'zidagi ma'naviy kuchlarning naqadar zo'rligini bayqaydi. Ko'p qism odamlar o'zgarmas muhit ichida yashaydi. O'xshash bir shirkatda yil bo'yi o'xshash bir xizmatni qilib, har bir kuni o'xshashlik ichida o'tadi. Adigan soat 6 da o'rnidan turib, metro bekitiga yuguraydi. Kech soat 5 da ishdan tushib, uyga qaytib kelganda allaburun yerib holidan ketadi. Sirtdan tomoq akirgizib yeb yoki tomoq etib yeb, qozon qo'mishlarni yo'yib bo'lgan chaqda allaburun kech soat 9-10 bo'lib ketadi. O'rinliq o'g'inish va chiniqish xiyollarini yo'q chiqaradi. Do'stlar, xizmatdoshlarmi muqim. Ba'zi xizmatlarning bekinma xarakteri sababli oilangizdagilar bilan birga bo'ladigan vaqtingiz ashu bir qancha xizmatdoshlaringiz bilan birga o'tadigan vaqtingizga yetmaydi. Mana shundoq qatmanlashib qolgan turmush ichida sizni boshqalardan farqlantirib turadigan xosligingizni namoyon qila oladigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu g'oya uchun tikilgan nishoningiz. O'zgarib turadigan bu dunyoda kelgusi nishonlarga bo'lgan ishonchisini va g'ayratini yo'qotmagan odam hamon bir kuni mukammal turmushga erisha oladi. Butun kuchingiz bilan otlanganingizda arzu armonlaringizmi siz uchun quchoq ochadi.